Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan juda pirog qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga 5 ta muzxonada, xolodilnikda turgan 5 ta muzli tuxum kerak bo'ladi. Keyin 2 stakan shakar. 2 stakan shakarimiz 400 gram bo'ladi. 400 gram shakar kerak bo'ladi. 600 gram qatiq kerak. 200 gram o'simlik yog'i, 25 gram razrıhlitel kerak bo'ladi. 900 gram un qo'shdim. 900 gram un solinadi. Hammasini videoda ko'rsatilgandek qilib oldinma-ketin solinadi narsalarimiz, mahsulotlarimiz. Tuxumni shakar bilan ko'pirtirib olamiz. Keyin yog' soldik. Shakarimiz eriguncha ko'pirtirib olamiz. Yog' solamiz, qatiq solamiz. Qatiqimiz 600 gram. 25 gram razrıhlitel ham solamiz. Hammasini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 900 gram un soldim. Unni elakdan o'tkazib solinglar. Kam-kamdan qilib aralashtirib solinadi. Bir 180 gradusda 30-35 minutda pishirib olinadi. Men 30 minut pishirdim. 30 minutda pastini yoqib qo'ydim. Keyin yana 5 minut tepasini qizarishi uchun tepasini ham yoqib qo'ydim. 182 gradusda pishirasizlar. Yog'langan listga xamirimizni yoyib olamiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Kichkina mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddaman. Keyingi videolarimiz ham siz uchun foydali bo'ladi. Like va kommentariyalar yozinglar. Mana pishib chiqdi. Pishib ko'ring. Katta list bo'ladi. 28 ga 38 listini kattaligi. Yalab ko'ring, sizlarga juda ham yoqadi. Katta oilalar uchun juda ham zo'r pishiriq. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.